Loyiha Bangtan olami Telegram kanali tomonidan BTS Uz Sub Telegram kanali homiyligi asosida maxsus ovozlashtirildi. Run BTS 21-qism. Menimcha men to'g'ri qildim. Ha, men ham to'g'ri qildim. Biz Xobibyo'ng bilan to'g'ri qildik. Jinxyun hammasini buzdi. Ha, Jinxyun. Kelinglar, yaxshisi boshqatdan boshlaymiz. Balandroq notadan boshlaymiz. Hatto Chikagoda ham bu ko'rsatuvni suratga olyapmiz. Xo'sh, Chikago nimasi bilan mashhur? Chikago pizzasi, basketbol jamoasi, bular juda mashhur. Xo'sh, bugun nima qilamiz? Bugungi son stol o'yinlari deb nomlanadi. Eng mashhur 4 ta stol o'yinlari o'ynaladi va unda g'olib aniqlanadi. Stol o'yinlari. Stol o'yinlari bu juda ajoyib. Mening shahrimda stol o'yinlari juda ham mashhur. Biz bilgan o'yinlarimiz xuddi shular. Xo'sh, birinchi o'yin nima? Hozir qanday o'ynashimiz kerak? Voy, bu nima? Bu nima bo'ldi? Bu nima qilishimiz kerak? Shart oddiy, qog'ozni kim yutsa, yutqazadi. Biz jamoaga bo'linishimiz kerakmi? Namjo'xyon, Shugarxon, tosh qog'oz o'ynanglar. Men juda ham omadliman, chunki meni jamoamda Jungkook bor. Albatta, Jungkook juda ham omad keltiradi. Aslida men juda ham omadliman, chunki menda Jimin bor. Negaligini bilmayman, lekin debyut paytidan beri Jimin menga juda ham katta omad olib kelgan. U yonimda bo'lsa, menga omad doim kulib boqadi. Men albatta J-Hope'ni tanlayman. J-Look jamoasini. Siz ikkalangiz xuddi shundaysizlar. Xo'sh, ikkita eng kelishgan janoblardan qaysi birini tanlaysiz? Albatta Jinhyun. Kim yutqazsa o'sha Taeyongni oladi. Ura, Taeyong meni jamoamda emas. Joylarimizni almashaylik. O'ta qoling bu yoqqa. Men jamoamni o'zim tanladim. Albatta shunday qilishga majbursan-da. Jamoalarimizga nom beraylik. Liderlarimiz tanlasin. Xo'sh, bizniki Chika. Nimaga endi? Biz chunki Chikagodamiz. Xo'p, rebmosi go. Kelinglar, jazo tanlaylik. Ochiqchasigami? Biz qanday jazo tanlashni bilmayapmiz. Jazoni xodimlarning o'zlari tanlaydigan bo'ldi. Mayli, shunday bo'la qolsin. To'g'ri, har doim biz o'zimiz tanlaganmiz. Bu safar xodimlarning o'zi tanlasin. Sen birinchi bor, mayli. Xo'sh, buni qanday qilishim kerak? Munchoqni o'rtaga qo'yishim kerakmi? Shunaqa bajarlam? Ha. Shunaqa, barakalla. Nomjun juda ham ajoyib bajaryapti. Ovqat tayoqchasini ishlatganday qilib qiling. Bu biz yutganimizni anglatmaydimi? Axir biz yutgan hisoblanamiz-ku. Nima, darrov 3 soniya bo'ldimi? Bu bizning asosiy kuchli tarafimiz. J-Hope sanama. J-Hope sanama. Qani tezroq buni qilish kerak. Ha, bu joyi biroz yirtilibdi, ehtiyot bo'ling. Mening barakalla. Barakalla, endi ularning navbati. Wow, qanday jasur. Bizni jamoamiz o'zi jasurlardan iborat. Jasurlikmi hozir? Biz uni shunday qilishga undadik. Havasdan sizlar uni undadingiz. Birinchi o'yinda Chika jamoasi g'olib bo'ldi. Ura! Keyingida biz g'olib bo'lamiz. Xo'sh, ikkinchi o'yinda nima qilamiz? 12 soniya ichida kartada yozilgan inglizcha so'zlarni yodlab qolish kerak. Men bunday narsalarda juda no'noqman. Qo'lingizni mana bunaqa qilib ochinglar. Vaqt ketdi.
얼마나 외울 것이. 방해 모드 되나요? B, how are you? 자, B부터 많이 봤어. 6. 양말, 비누, 우산, 그리고 유니콘, 그리고 엘리베이터 위쪽, 그리고 엘리베이터 좀 설명 안 될. 엘리베이터 위, 그리고 끝이에요. 요요, 약, 요트, 짝, 주, zebra. 오, 잘하네. U juda ham ajoyib. 5ta. 5ta? 6ta emasmi? Siz ilmoq dedingiz. Aslida zamok bo'lishi kerak edi. Ha, siz ilmoq deb yuboribsiz. Aslida zamok ekan. Zamok va ilmoq bitta narsa emasmi? dinosaur, dog, 그다음에 jelly o, jam, jar, 그리고 cracker, crocodile, 그다음에 nurse. Hammasini aytdim emasmi? Cho'nkuk tayyormisan? Cho'nkuk yodladingmi? Yodladingmi? Stream, string, streamer, rabbit, ring, rocket. 오. 이건 뭐였지? Yana nima bor edi? Menimcha bo'ldi. 6개. 아, 이거 잘했는데. Men baribir qarshiman. Ilmoq va zamok bir narsa. Qanday qilib ular bir narsa? Shugohing Leguda ham ilmoq deyiladi-ku. Men zamok deyman. Taxminan shunday. Zamokingni ilib ol. Zamoking ochiq qolibdi. Seni zamoking ochiq qolibdi. Biz sizlarni oldindan ogohlantirgandik. 준비 시작. 이게 생각보다 Bu sizlar o'ylaganchalik oson emas. 자, 슈가부터. Varrak, to'p. Yo xudo, u faqat ikkitasini eslayapti. Arg'imchoq, varrak. Siz buni aytdingiz. 카이트 볼 수 있는. Arg'imchoq, varrak. 그리고 Arg'imchoq, varrak. Shugohing sizda 4 ta karta bor ekan, bitta so'zni 3 marta aytdingiz. Biz yutqazdik. Aniq yutqazdik. Men faqat bitta so'zni eslay olaman. Men biroz so'zlarni eslay olaman. Igna, muzqaymoq, tizza. Tizza deb atalarmidi? Shunaqamidi? Men inglizcha so'zlarni o'qimadim. U yerda o'ralgan kamanning rasmi bor edi. Bu qabul qilinadi. Xo'p. Men bitta so'zni eslay olaman. Grandmother. Bu men faqat shu so'zni eslay olaman. Bu jon. Uzum, men u yerda uzumni ko'rdim. Gultuvakni ham ko'rdim va chigitga. Chigitga shundaymi? U ham bor edi. 메뚜기 하나 있었어요. Chika jamoasi 12 ball, Go jamoasi 25 ball. Nima qilib sizlarda 12 ball. Sizlar kartalarni mana bunaqa tarqatdingiz, biz olishimiz bilan vaqt tugadi. Ha, 1 2 3 marhamat, vaqt tugadi. Xuddi shunaqa bo'ldi, juda tez. Xo'sh, bu qanday o'yin? Qanday o'yin? Biz nima qilishimiz kerak? Bo'laklarni rasmda ko'rsatilgan shakl bo'yicha yig'ish kerak. Rasm kartalarda tasodifiy ravishda bo'ladi. Bu juda ham qiyin. Bu juda qiyin o'yin ekan. 와, 시작. Qara, uchburchak bo'lishi kerak. Yon tomondan olib bor. Ha, mana bu tarafdan yon tomondan olib borasan, shunda uchburchak bo'ladi. Mana bu tarafga bur, Jungkook ish bermaydi bo'lmasa. Ular urushib ketadigandek tuyulyapti. Mana bu tarafga burishing kerak. Barakalla, barakalla. Bizda 1 ball bor. Bizdan kim birinchi bo'lib boradi? Shuka, siz boshlang. Mana bu yerga qo'ysa ham bo'ladi. Yo'q, ochko'zlik qilmaylik. Ochko'zlik qilmaylikmish. Biz mana bunaqa qilsak bo'lmaydimi? Bunday qilish mumkinmi o'zi? Ha, to'g'ri, ochko'zlik qilmaylik, sen qil. Bizni navbatimiz emasmidi? Ura, jackpot, 4 ball. Men juda ham omadli yigitman. Mana shu yerga, mana shu joyga qo'yish kerak. Ha, biroz, ha, bu biroz qiyin bo'lyapti. Shu navbatdagi, qani navbatdagi. Qopqon, tuzoqqa tushdi. Bu qopqon edi. 이거. 두 개. Xo'sh, o'yin qanday ketyapti? Biz 10 damiz. 10 ga yetib keldik allaqachon. 하나, 둘, 셋, 시작. 저거 진압바람 아니야? 잠깐만요. 하늘색으로 해야 되는 거 Biz juda ham g'ayritabiiy bino quryapmiz. 야, 이거 어렵네.
qancha orqada qolib ketdik. 야, 됐다. 6점. 예. 자, 6점입니다. 6점. 좋아. 와! 자, 이거 위에 어떻게 올리냐 이거. 그렇지. 차라. 야, 신박한 건축물이 Biz qurgandagi bino hech qayerda bo'lmasa kerak. 괜찮아. 오, 야, 이거 쉽지 않은데요? 이쪽으로 할까요? 자, 팀워크. 야, 이거. 제이건설. J birlang. 해야죠. 하나는 해야지. 야, 큰일 났다. 우리 한 번도 Biz buni qanday qilishimiz kerak? Shuga 슈가 qo'yimdan. 형이랑 지민이에요. 이렇게. Juda baland gapiryapsan, ovozingni o'chir. Siz ham juda baland gapiryapsiz. Juda balandmidi, kechirasan. 끝났다. 그만해. 끝났어. 끝났지. 그러다 봐봐. 저기 하던지 내가 들어간 거. Uy hammasini buzdi. Mana shunaqa qilish kerak edi. Bu unday emas. 이거 원 안에 넣어야죠. 원 안에 넣어야죠. 이거 무효 아니야? Bunday qilish mumkinmi? Qoidabuzarlikka ular to'g'ri qilishyapti. Hoy, sen bizni jamoadansan. Hoy, u aylana ichiga tushmadi. Janob rejissor, ko'ryapsizmi? Bu xato-ku. 감독님 논리적인 사람이 Qarang axir o'zingiz. Buni ko'ring. Aylananing 3 dan 2 qismini egallab olgan. Buni qabul qilish mumkin. Maydon nisbatini bilasizlarmi? Qurilishda maydon nisbati degan narsa bor. Oldin shuni o'rganib olinglar, xo'pmi? Qani boshladik, tezroq boshlaymiz. Bajarildi. Bu juda ham bolalarcha o'yin edi. Ha, bolalarcha. Biz hayotdan maydon nisbati degan tushunchani bilib oldik. Shunday qilib, Go jamoasi g'olib bo'ldi. Xo'sh, biz birgalikda keyingi o'yinga o'tamiz. Qani, olg'a. Bizda Uno individual o'yini. Bizga bu o'yinning shartlarini tushuntirib bering. Sizga karta bilan yurish qilishadi. Kartangizning raqami yoki belgisi o'xshash bo'lsa, uni kesishingiz mumkin bo'ladi. Qo'lingizda bitta karta qolsa, Uno deb baqirasiz. Karta qolmasa, g'olib bo'lasiz. Bu oxirgi o'yin, biz juda kuchli bo'lishimiz kerak. Men faqat 6 kartasini boshim kerakmi? Yo'q, sen sariq kartalarni ham kel. O'yindan keyin men oldimga keling, xo'pmi? Uno deb baqirish kerak. Men yutdim. Hoy, nima bo'ldi? Men yutdim. Demak, men yutqazdimmi? Shuga qo'yin boshlang. Sen yutqazding. Men o'yindan chiqqanman. Unday emas, o'yindan chiqqan bo'lishim uchun Uno deb baqirishing kerak. Mana bu karta. Yo'q bunisi. Yo'q mana bunisi. Yo'q bunisi bilan almashtiraman. Hoy, bu yerga kel, uni joyiga qo'y. Mana bu yerga qo'y. Nima qilyapsan? Faqat bir marta almashtirishga ruxsat beriladi. Hoy. Unday qilish mumkin emas. Hoy, ahmoq, nima qilyapsan? Bu yerga kel. Sen nega unday qilyapsan? Bunday qilish mumkin emas axir. Jinhyun Uno deb baqirdi. Unda kim birinchi baqirdi? Taeyongmi yoki Jinhyunmi? Axir men birinchi qildim. Xuddi shunaqa qilib aytdim. Taeyong jarima kartasi oladimi? Bizda hozircha jarima kartasi yo'q. Hoy, nima qilyapsan? Buni joyiga qo'y. Meni navbatimmi yoki senimi? Sen ol. Taeyong sen ol. Bu senga jarima kartasi, olasan. Bo'l, ol dedim. Taeyong sen boshla. Men hali qo'yganim yo'q. Uni joyiga qo'y. Men hali uni qo'yganim yo'q. Mana bunaqa qilib tortib oldim. Uni joyiga qo'y. Qo'y deyapman senga. Qo'y. Qo'yasan, joyiga qo'y deyapman. Unda karta qolmadi-ku. Sen g'olib bo'lding. 2-o'rinni olding. Bo'ldi, sen o'yindan chiqding. 2-o'rinsan. 2-o'rin. U hatto yutganini tushunmadi ham. Men endi tushunyapman. Uni gapini eshitdingizmi? Jongkook, sen navbating qani?
노란색 오케이 노란색. Jimin kartani ber. 아니 야 내 필요가 없다니까. Men tugatdim. 네 명이야. Kela qol bu g'oliblar divani. Agar men senga uni deb aytmaganimda sen yutqazgan bo'larding, aniq. Ular buni hatto sezmadi ham. Biz shunday g'alaba qozondik. Men tugatdim. Jimin rang tanla, Jimin bo'la qol. Rang tanlashing kerak. Jinhyung siz rang tanlang. Yo'q, Jimin rang tanlaydi. Ko'k. 잠깐만 우리 Endi sizlar bir-biringizga qarshisizlar qani? Hoy, kelinglar yaxshisi ikkalamiz ham jazolaylik. Chunki men bu kartalar bilan yutish imkoniyatim yo'q. Qaranglar axir. Men senga aniq yutqazaman. Soddalashtirishni xohlaysizmi? Keling, hozir shunday qilamiz. Eng katta kartani olgan g'olib bo'ladi. Demak, endi orqaga yo'l yo'q. Kartani eng kattasini olgan g'olib bo'ladi. 한 명씩 뒤자. Sen birinchi bo'l, navbatma-navbat qilinglar. 8 yoki 9 tanlamasangiz aniq yutqazasiz. Hoy. To'xtanglar. Hoy. Bo'l, sen birinchi qara. Bo'la qol qara, sen birinchi qara. Men nima qilishim kerak bu nima? No. Hoy, bu o'tkazib yuborish emasmi? 0 bo'lsa o'tkazib yuborish kerak. Men yutqaza olmayman. Men shunday qilishni istaysizmi? Men sizga yana bitta imkon beraman. Bo'pti, yana bitta karta tanlang. 그래 야 좋다 야 천재인데? 오 얘가 한점 뽑았어 Kartalarni tinglayapti. Men kartalarni eshitib ko'ryapman. Bu aniq 8 yoki 9. Bu aniq 8. Men uni eshityapman. Bu baland karta. 하나 둘 셋. 야. Omad shuga tarafga o'tdi. Bugungi mag'lubimiz Park Jimin. Bu juda ham hayajonli bo'ldi. Bu juda ham qiziqarli bo'ldi. Jazoni Jimin oladi, shundaymi? Bugungi run BTS shulardan iborat bo'ldi. Bu juda ham qiziqarli bo'ldi. Uni o'yinini sizlar ham albatta o'ynab ko'ringlar. Bu sizlarga juda ham yoqdi degan umiddaman. Kelgusi sonlarda ko'rishguncha xayr. Loyiha Bangtan olami Telegram kanali tomonidan BTS Sub Telegram kanali homiyligi asosida maxsus ovozlashtirildi.